Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 2026 yilgi kuchli va ishonchli Tort mini yuk mashinasi haqida gaplashamiz. Bu avtomobil bir qarashdayoq o'zining ishchi xarakteri va mustahkam tuzilishi bilan e'tiborni tortadi. Olive Green, ya'ni harbiy yashil rang unga jiddiy va professional ko'rinish beradi. Ayniqsa qishloq joylari, dala yo'llari va off-road sharoitlarida bu rang juda mos tushadi. Ushbu avtomobil hashamat uchun emas, balki haqiqiy mehnat uchun yaratilgan bo'lib, har bir detali amaliy foydalanishga yo'naltirilgan. 2026 model Tort tortish tizimi bilan jihozlangan bo'lib, loy, qum, yomg'irli yoki qorli yo'llarda ham ishonch bilan harakatlana oladi. Kichik o'lchamiga qaramay, u katta ishlarni bajarishga qodir. Baland klirens va mustahkam shinalar tufayli notekis yo'llar bu avtomobil uchun muammo emas. Yuk platformasi kuchli metall konstruksiyadan tayyorlangan bo'lib, kundalik og'ir yuklarni tashishda haydovchiga to'liq ishonch beradi. Kabina ichki qismi oddiy, lekin qulay qilib ishlangan. Barcha boshqaruv tugmalari haydovchiga yaqin joylashtirilgan. Bu esa uzoq vaqt haydashda ham qulaylik yaratadi. Dvigatelining tejamkorligi esa alohida e'tiborga loyiq, kam yoqilg'i sarfi bilan ko'p masofani bosib o'tish mumkin. Shu sababli bu avtomobil fermerlar, kichik biznes egalari va qurilish sohasida ishlaydigan insonlar uchun juda foydali tanlov hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, bu 2026 yilgi Tort mini yuk mashinasi shunchaki transport vositasi emas, balki har kuni mehnatda yoningizda bo'ladigan ishonchli hamkordir. U kuch, soddalik va bardoshlilikni o'zida mujassam etgan bo'lib, og'ir sharoitlarda ham sizni yarim yo'lda qoldirmaydi. Agar siz haqiqiy ishchi avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, bu model aynan siz uchun munosib tanlov bo'la oladi. Avtomobilning baland klirensi va yo'ldan tashqariga moslashtirilgan shinalari notekis yo'llardan bemalol o'tishga yordam beradi. Yuk platformasi esa mustahkam metall konstruksiyadan tayyorlangan bo'lib, kundalik og'ir yuklarni tashishda yuqori darajadagi ishonchlilikni ta'minlaydi. Bu avtomobil hashamat uchun emas, balki real ish uchun ishlab chiqilgan. Shuning uchun uning har bir qismi amaliy maqsadga xizmat qiladi. Kabina ichki qismi oddiy, lekin juda qulay. Barcha boshqaruv elementlari haydovchiga yaqin joylashtirilgan bo'lib, uzoq vaqt davomida haydashda ham charchoqni kamaytiradi. Haydovchi o'zini qulay va ishonchli his qiladi. Bu esa ish unumdorligiga bevosita ta'sir qiladi. Ichki dizayn ko'zni charchatmaydi, hamma narsa joyida va tushunarli. Dvigatelining tejamkorligi ham alohida e'tiborga loyiq. Kam yoqilg'i sarfi bilan uzoq masofalarni bosib o'tish mumkin. Bu esa avtomobilni iqtisodiy jihatdan juda foydali qiladi. Ayniqsa kundalik ishda foydalaniladigan transport vositasi uchun bu juda muhim omil hisoblanadi. Tort tizimi yuk bilan harakatlanayotganda ham barqarorlikni saqlab qoladi va haydovchiga qo'shimcha ishonch bag'ishlaydi. Olive Green rangning yana bir afzalligi shundaki, u chang va kirni kamroq ko'rsatadi. Qishloq va dala sharoitida ishlaydigan avtomobil uchun bu juda katta plus hisoblanadi. Shu bilan birga, bu rang avtomobilga kuchli va qat'iy vizual obraz beradi. Xuddi harbiy texnika kabi mustahkamlik va ishonch ramziga aylanadi. Bu avtomobil ko'pincha qishloq xo'jaligida, bog'dorchilikda, qurilish ishlarida va turli xizmat sohalarida ishlatiladi. Xizmat ko'rsatish oson, ehtiyot qismlari nisbatan arzon va uzoq muddatli foydalanishga mo'ljallangan. Dizayni zamonaviy bo'lishiga qaramay, u klassik ishchi avtomobil ruhini saqlab qolgan. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi ushbu Tort mini yuk mashinasi shunchaki transport vositasi emas. Bu avtomobil mehnatni qadrlaydigan, ishonchlilikni birinchi o'ringa qo'yadigan insonlar uchun haqiqiy hamkor hisoblanadi. U og'ir sharoitlarda ham sizni yarim yo'lda qoldirmaydi. Har kuni ishda yoningizda bo'lib, o'zining mustahkamligi va bardoshliligi bilan hurmat qozonadi. Agar siz haqiqiy ishchi avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, bu model siz uchun eng to'g'ri tanlov bo'la oladi.